O'zbek milliy kashtadozligi xalq hunarmandchilik san'atining eng qadimiy turlaridan biri bo'lib, u xalqimizning o'z turmushini go'zal qilish istagi natijasida yuzaga kelgan. Kashta kiyimlar va buyumlarni bezatishda hamda ro'zg'or bezaklar buyumlarini tayyorlashda qadimdan qo'llaniladi. Badiiy kashtachilik uzoq tarixga ega. Buni arxeologik topilmalar isbotlab bermoqda. O'zbek kashtachiligi iqlimi, tabiiy sharoit, muhiti bilan birgalikda rivoj topgan. 14-15 asrlarga mansub miniatyuralar orqali kashtachilikning juda qadimdan rivojlanganini ko'rishimiz mumkin. Ispan elchisi Ruy de Clavijo Amir Temur saroyida o'zbek milliy kashta bezaklarini ko'rganini kundaligida yozib qoldirgan. Yurtimizning qadimiy shaharlaridan biri bo'lmish Shahrisabzda ham kashtachilik ancha rivojlanib, san'at darajasiga yetgan. Bu xususida batafsil Renessans mikromoliya tashkiloti Shahrisabz filiali mijozi o'z fikrlari bilan bo'lishadi. Men Atamova Mo'xinisa Azimovna shu gilamchilik sohasida ishlaymiz. Bu bizning ona kasbimiz, yoshligimizdan shug'ullanganmiz. Hozir mana Hujum badiiy fabrikasiga o'namlar ishlargan, hozir tugallab ketganicha mana Yulduz Mahmadiyarovaning yonlariga kelib to'qib, endi o'zimiz xususiy nimalar qilib gilamlar to'qimoqchimiz, do'kon olmoqchimiz, she'r solmoqchimiz. Shunga mo'ljallab to'qiymiz. Hozir baqa mana qizlar bilan hammamiz birgalikda to'qib chiqaramiz. Bu nima ishlashlarimiz nimaga faqat Rossiyaga, chet ellarga ketibdi. Bizlarda mana ishlab chiqarish nimamiz 15 xil turda chiqadi. Mana gilamlar, do'ppi, suzana, popirlar, keyin qo'lishi mana nimalar, sumkalar, sumichkalar. Mana bu katta gilamlarimiz o'rtachasiga 1 oylarga ketadi. Bu kichkina gilamlarimiz 15 kunga chiqadi. Mana 50 gilamlarimiz juda ham az 1 kunga, 2 kunga chiqadi. Ular ko'proq zakaz bo'lsa, o'shanga qarab to'qiradi, nusxasiga qarab. Renessans mikromoliya tashkiloti bilan 1,5 yildan beri ishlab kelyapman. Uni menga bitta tanishimiz tavsiya qildilar. O'shandan olib, endi mana uyimizga kichkina do'konchalar qo'yib, ishlab chiqarish qilish niyat qildik. O'shanda qilmoqchimiz. Nasib bo'lsa boshlaymiz. Xodimlar yaxshi muomalada kuta olishadi. Bo'lganingizdan keling, xush kelibsiz. Vaqt bilan to'lovini qilamiz. To'qayotgan nusxamiz begzod nusxasi hisoblanadi. Bizlar bunga ancha mehnat bo'ladi, rang-rangiga tushirish kerak. Metriga, santimetrga joy-joyiga tushish kerak bu nusxalarni. Shulardan boshlab to'qiymiz-da. Foizi baland bo'lib, ana vaqtingiz agar tezroq to'lasangiz, o'sha foiz kamayib ketadi-da. Lekin o'sha mana banklar foizdan kamroq tushayotgan, buni hisoblab ko'rsangiz.